Miladi 1959-yili 9-ayning 26-kuni Yoshino yerim orolda quruqliqqa chiqqan tayfun bo'rinda 5000 dan ortiq odam o'lib ketdi va yo'qolib ketdi. Tabiat keltirib chiqargan son-sanoqsiz tragediyalar, balo-qazoga uchragan odamlarning taqdirida ajoyib o'zgarishlarni paydo qilsa-mu, lekin buningga qandoqmi tabiatla sababchi degili bo'lsin. Bu kuni amdili tug'ilgan bo'g'ini ching quchoqlab olgan bir yosh ona dahshatli bo'ron chapqin ichida yo'qolib ketdi. Mana bu ularning taqdirini belgilaydigan kun edi. Bu filmdagi hijron qayg'usi va visol shodligi 17 yilning oldidagi mushu kundan boshlangan. Tokyo yerlik taftish mahkamasining taftish amaldori Nobutoning qizi Naoko taqdirining qo'ldirilishi bilan texnik kulpatlik sinoqlarga duch keladi. Nobuto jon uzish oldi turayotgan dadasiga o'z navrisini bir qitim bo'lsin ko'rsatib qo'yish uchun Naokoni uyga qaytarib keladi. Hamda uningga haqiqiy ahvolni aytib beradi. U qizidan o'zining uzundan bo'yin qizini tunimas selib yurganligini to'g'ri tushunishni, bundaq shafqatsizlarcha bir taraf qilish usulini qo'llanganligini apu qilishni o'tindi. Dadasining tushuntirishlarini anglagan Naoko turgan joyida qaytib qoladi. Shundaq bir usulni tanlaganligimni tushunishingizni umid qilaman. Mening Shimazakini va uning qizini qo'g'dash majburiyatim bor. Bu majburiyatni garchi o'z ixtiyorligim bilan ustimga olgan bo'lsam-mu, lekin u hozir bosh tortib bo'lmaydigan darajada muhim bo'lib qolmoqda. Meni tushunishingizni, mendek bir shafqatsiz dodining bu majburiyatni ado qilishiga yordam berishingizni o'tinaman. Siz doktor ve teftiş mahkemesideki Yizaki efendi sizin izdavadıdır. Keçirim. Hazır kirimin. Çandadan emdil alemden ötüşüge. Bu yerde Naoko bilen. Yezmiko. Ben hazırlı kirimin. Siz tez kerip meyitinin yanında turun. Sizce? Tez kerim. Boladı, men kirey. Naoko, senden ötünüp qalay bu işqa. Dadamla çetib almağan. Kördünüz mü? O del Shimazaki'nin öz kızı. Biroq hozir u meni o'z dadisi deb qaraydi. Uning hozirli haqiqiy ahvolini aytsam qandoq bo'lib ketdi? Rostimni aytsam, shu qizni deb bo'lsa-mu, vaqtincha sizni Yezmiko deb atayolmayman. Bu ishni uning bilan Toshisokiga aytishga bo'lmaydi. Tushundingizmi? Dada! Toshisoki, taftish efendi, sizga odis kelib qopti. Olaydi, hol so'rab kelganligingizga rahmat. Toshisoki, aqstin bering. U qochib ketmasin. Hey, uningga hamroh bo'ling. Bering. Mushundaq muhim paytda dada qizga hamroh bo'lishga naqadar tashna edi. Biroq u hozir bunda qilolmaydi. Qiziga kelsak, u yo taqdirni qog'iyolmaydi, yo dadasining shafqatsizligidan og'rinolmaydi. Naoko!
Meningcha dadingiz sizni cho'qim afv qildi. Chunki o jamiz ish oldida nevarisini qo'lini tuta oldi emasmi? Haras boya Toshisoki telefon beribdi. Uning aytishicha Naoko Darlitam ketibdi. Uning ishini menga topshiring. Siz meyitning endi turmsangiz bo'lmaydi. To'g'ri. Nagoyadagi Yomiko'g'im telefon berib etdim. Buningga hayron bo'lmang. O nimil degan bilan bu oilaga kelin bo'lganda. Uning ustiga u Naoko'ga bek ko'ngil bo'ladi. Men bek ko'p ishlarga aralashib oldim, qandaq? Naoko. Zade. Neymiş bo'ldi? Sizdan o'tinib qolay. Meni bu yerda yolg'iz turg'il qo'ying. Bu yerdan chiqib ketdim. Qiz tanho o'ltirib ko'z yashqinmoqda. O 7 yillik kulpatlik kishilik hayot musofasiga yig'i ovozi orqali norozilik bildirmoqda edi. Herib qolgansiz aqcha. Yo'q, ancha emas. Siyosiy qonun sohasidagilardan uqtirish qilish tegishli deb qarag'anlarning ismligini yozib chiqdim. Bo'ptimi, yo'q, ko'rib baqsangiz. Bo'pti. Hammani sizga topshirdim. Jon dada. Nemishqa tuyuqsiz meni tashlab ketdingiz? Endi qishimga qaytib kelamazsizmi? Sizga degan to'y kiyimimni ko'rsatmoqchi emasmidim? Jon dada. Nobuto dal moshi qizini debla o'z pushtidan bo'g'in qizini to'namasga selib yurgan edi. Әмділікті оның бүтін вүжуді әмділі bağlanğan otiballıq qirishti bilan to'lib tashdi. U uydagi ishlarni bir mahal unutib, Odil qizining qishi qarab mandi. Yumiko, bundan keyin o oilalar bilan adajda bo'laman deb va'da bergandingiz-ku. Endi qandaqsiga matam murosimi qatnashadigan bo'lib qoldingiz? Matam murosimi emas. U hamma ishni Naoko'ga aytibdi. Nima dedingiz? Bu gapcha Yoshino Naoko'ga uning o'z qizi kelganini aytibdi-da. Siz shundoq bo'lishini umid qiladingiz-ku. Agar u rostla Nobutoning uyiga qaytarib kelinsa, menmi? Bu gap rostmi? Sizdan o'tinib qolay. Men qizimni bir qatim bo'lsin ko'rib olay. Undan keyin Tokioga hargiz kelmayman. Balkim siz dadingizni haqiqiy ahvolni hozirgacha yoshirib, bekatdan oshirib o'tibdi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin dadingizning mushkullardagi hissiyotini tushunishingiz kerak. Dadingiz sizni o'z qizi sifatida bag'riga ching bisishni nemishqa xohlamasin. Lekin u bunday qilolmadi. Shu sababdan mushundaq tasodibiylik yuz berdi. Bu tasodibiylikni taqdir peshoni degan texim tuzuk. Odam taqdirga qarshi jang e'lon qilishga jur'at qila olgandilar, hayotlikning ondan qimmati bo'ladi. Yaxshimisiz? Baxtsiz taqdir bilan elishib, mush kunga ulashdingiz. Bundan keyinmi
mushunda qila olishingizga ishonaman. Naoko. Bu sizning onangiz. Yuzumiko. Yuzumiko. Nobuto. Pek yaxshi oldu. Shundaqmi? Bundan keyin baxtli yashaydigan bo'ldingiz. Pek yaxshi oldu. Bundan keyin dadingiz bilan birga yashaydigan bo'ldingiz. Men bek xush bo'lib ketyapman. Mana yana azroq vaqt bera olasizmi? Bu nima deganingiz? Mening yana Shimazaki dadam bor. Yuzumiko. Yo'q. Men yana bir mezgil Shimazaki Naoko bo'lib turishim kerak. To'g'ri aytdingiz qizim. Rahmat sizga. Qiz degan hamon dadisining qalbini tushunadi-da. Siz qanday qilmoqchi? U endi Shimazaki Naoko emas, balki Yoshino Yuzumiko. Naoko!
Aslida bu yergi bolalarning ayrilish ko'zim qiymabdi ekanda. Beliq tutib qaytib kelib sizni topolmay qo'rqib bir bo'lib ketdim. Jur ketaylik. Tezman. Hey, to'xta. Bu sizning bolangiz emas. Xonim, xotirjam bo'ling. Naoko, bugun men maaş aldım. Sizni rosa bir mehmon qilib qo'yay, ya. Jur ket. Etmekçi bolsan tezroq ket. Dada. Naoko hamisha o'qib bo'pti. Nobutodga abla. Hey, sen nima qilmoqchi? Nima deysan? Hey, o'lgin keldimi? O hayvan. Sendek uşluqlarının kasapsıdın. Bu jaqa moşunaq bulğanıp gidiyordu. Hey! Oh, abla, tura o'rnidan. İştin balası. Akan qarg'a bilan tang tursan, ko'gilgin mana mushu. Dada. Yurala. Dada, qandaroq tursiz? Neriket. Nobuto'nun uyga hozirlik et. Dada. Mening qilishimda nima bor?
Dada? Meni uqib olgan turug'liq, ya'ni meni dada deb chaqirtamsizlar. Nega varsiz? Karing bo'lmasin. Dada. Yot bir odamning nega berish bilan sening nima qaring? Dada. Tezroq qaytib keling. Sizni mushiyat saqlayman. Seni ko'ray ko'zim yo'q. Azroq viski ichamsiz. Rahmat. Men sizni nima desam bo'la? Bu dunyoda balkim sizni ahmoq odam topilmas. Meni ko'proq tilla biling. Mening ashu qizim Naoko uchun bo'lsa-mu, bo'lishiga tilla biling. Naokoni aram tasdiqni qaytarib kelib edingiz. Sizlarni endi bir egjan bo'ldi deb o'ylab ekanman. Naoko bu ishni Shimazakiga qandoqmi tushundiray? O sizning do'stingiz emasmi? Cho'ng dadangizning vafotiga ta'ziya bildirgili kelgan bo'lmamdi. Shimazaki. Bilemsiz bu qandaq bu yerdan darhol keting. Neri turing. O dayus, sen taxmini saqlab turman demaganmiding? Yolg'onchi. Bu yang nima deb kelding? Shimazaki. Darhol chiqib keting. Biz shu bilan jasdi bilan xo'shishyapmiz. Bu yerdan chiqaman. Siz? Naoko, dadam tezdan chiqib ket. Nima da'vatsiz? Sizlar meni ko'z qilmagandek bo'ldinglarmi? Bilasiz, Shimazaki, bu degan miyit uyi. Kechiring. Yuring. Naoko.
Unda qilma. Toshisoki. Har qaysinglarni besaramjon qilib qo'ydik. Apo qilgaysizlar. Endi boshlaylik. Mushundaqmi? Ahmoqona ish qilamsiz. Bugun taftish mahkamasidagilarning hammasi tegidek kelgan tursa, bu o'zingiz uchun sat emasmi? Advokat xonim, siz meni aqlog'chim turug'liq. Nima deb Nobutoning dadisining matam murosimiga qatnashsiz? Shaxsiy bodi keldi degan boshqa ish. Siz Nobuto bilan gapingizni bir qilib olib, menga shu qilan betnam to'qamoqchi, shundaqmi? Shimazaki. Gapim quloq soling. Shimazaki. Naokoni men qaytarib bering. Naoko, mening qizim. Gapimni anglamayapsiz nima? Naokoni darhol men qaytarib bering. Shimazaki. Baya Naoko'ga tutgan pozitsiyangizni ko'rib turib, balini sizning qo'lingizga hargizmi tutqizib qo'yamayman. Naoko menga sizning yangi hayotlik yo'li qadam tashlab olishingiz uchun bo'lsa-mu, qishingizga ketishga rozi ekanligini aytgan edi. Biroq men bir dodi bo'lish sifatim bilan sizning bugungi pozitsiyangizni ko'rib turib, balani sizga topshirib beramayman. Bu yerdan darhol keting. U mening qizim. Rost shundaqmi? Tushundim. Ko'nglingizdagi gapni oxir dedingiz. Bo'ptimsa, gapingizni anglab, bu yerdan ketsami ketay. Lekin buning bilan hamish tugadi deb ham xiyol qilmang. Peyli, bek yamanqo. Bunda qısınız. Bo'ladimi? Boshqa amal yo'q. Mayli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, Naokoni uning hargiz bermayman. Ondaqda Naokoni qishingizda ap qilamsiz. Yezimikoga bir amal qilib tushuntiraman. Bugundan boshlab men har ikki bolaning dadisi bo'laman. Toshisoki, Yezimiko. Dadamning surati oldida shuni aniq uqtirib qo'yayki, bugundan boshlab Naoko bizning uyda tur. Bizning uyda turadi. Yezimiko, sizning boshqa fikringiz yo'qdi. Naoko'da ishkinglar kichiginglardan tatib birga cho'ng bo'lgan do'stladim-ku. Biroq Naoko'ning dadisi akamning. Sizlar 10 necha yil yaqin o'tgan do'stlar. Hozir uning beshiga kun kelib qoldi. Yordam qo'limizni sunsak, yomon bo'lmas. Lekin Naoko'ning dadisi yana kelib jidal chiqasi qanday qilamiz? Yezimiko. Do'stingizning o'ylab terilishi bilan karingiz yo'q o'xshamamdi. Siz Naokoni yaxshi ko'rib qolgandikin, albatta mushundaq deysiz-da. Yezimiko. Men qo'shilmayman. Bundaq odamning qizi bilan o'lsam, birga turmayman. Bu Toshisoki, uni siz gapga kirgizing. Lekin men uni faqat sizlar gapga kirgiza olasiz. Tushundim. Naoko, Yezimikoga men xizmat ishlayman.
ekan, bo'ldi qiling. O'tinib qolay. Bundaq yağlımı gaplarınızı qo'ying. O'zimizning ish haqimizni olsak nima ish bo'lmaydi ekan. Ish haqimizni boya oldingiz-ku. O degan Naoko'ning ish haqqi. Endi uning xizmatdan chekinish rasxodini olmoqchiman. Buni Naoko'ning o'zidan so'rab andin bir nima deyli. Shimazaki. Yenimda mo'shuli bakan. Elib ishlatib turing. Bundan keyin bu yerga kelib, balalarni cho'shtib yurmang. Men sizdan pul talab qilganim yo'q. Naoko'ni men qaytarib bersangiz bo'ldi. Bu ahvolda balani qandoq bera olayman? Men qandoq kema? Yavaşlık bilan emgak qilyapman-ku. Naoko bilan Yezimiko bu pakni e'tirof qilishdan burun hozirgi holatni saqlab qolayli degan gapni kim qilgan? Men haqiqatan mushundoq o'ylagan. Biroq birinchidan siz hozir erkinlikka chiqdingiz. Ikkinchidan dadam olamdan o'tib ahvolda o'zgarish bo'ldi. Bu o'zingizning ishi. Men bilan munosabatsiz. Aslida her ikki balını menden tatib olmoqchi bo'lib ekansizda. Shimazaki. Mening qalbimni nemishqimi tushunmaydigansiz. Men o'z qizimni balduroq qishimga akilib olishni orzu qilgan. Biroq bunday qilsam, Yezimikoga zarba bo'lib qolishini. Shundaqla sizning hissiyotingizni nazarda tutib, hamma azobni o'zimni tatib tugishib ketay deb o'ylagandim. Ondaqda hozir qanday o'yladingiz? Shimazaki. Sizning Yezimikoni va sizni o'z dadisi deb qaraydigan Naokoni deb bo'lsa-mu, tog'dam yo'lda menib, layoqatlik bir dodi bo'lishingizni umid qilaman. Shundaq kun yetib kelishdan burun qizingizni men beqib turay, menga ishining. Bu gapingizga qandaqmi ishingili bo'lsin? Menga ishining. Shimazaki. Taqdirning bema'ni chaqchiqi tufaylidan ikki bola olmishib qolgan. Bu ikki bolani bundaq baxtsizlikning azobidan qutuldirish dal biz cho'nglarning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyati. Shundaqmi? Biroq men tug'ilgandan tortib da hozirgacha oldinib kelyapman. Men 17 yoshimda Manjuriya avangardlar atirtiga oldib qabul qilindim. Avangardlar atirti degani odam o'ldirib, o't qo'yish atirti edi. Ular bizni rosa ishlatib olib, oxirida Sibiriyaning muz qarliq dallariga tashlatib kari bo'lmadi. Sizga o'xshash amaldorlar og'zi chiroyli so'zligini bilan amaliyotda o'zlari uchun chan so'qoq. Bizdek fuqarolarning ular tirilishi bilan qilch kari bo'lmadi. O haqiqatan baxtsizlik bilan to'lgan yillar edi. Biroq bu mamlakat miqyosida yuz bergan ishlar bo'lib, davlatimiz bu ishda xato qilgan. Bu gapingiz o'siriqda. Sizdan bir gapni so'rab baqay. Meli yo'llagan odamning urushda hayotining ayrilishining javobgarligini kim ustiga olish kerak? Davlatning bu xatoligini zodi kim sud qilib boqdi? Siz bir tepkiş amaldori, sizlar shaxslar jinoyat o'tkazsa, bir nima qo'ymay jazolaysizlar. Lekin davlatning o'tkazgan xatoligiga nemishqi gaskirchidek bo'lib qaranglar bo'lmaydi. Bo'ldi, gapni ulg'aytmang. Gapni ulg'aytayotgan dalsiz. Siz bu ishlarni tilga elish orqali o'zingizning jinoyat qilmishingizni oqlamoqchi bo'lyapsiz. Aytganlaringiz %100 to'g'ri bo'lgan taqdirdami, ustingizdan ayblangan jinoyat paketlaridan hargiz qochib qutulolmaysiz. Shimazaki.
Siz Naokoni haqiqatan chin qalbingizdan yaxshi ko'rgan. Shundaqla uningga mehribon otalardek muomala qilgan. Buni hargiz unutib qolmayman. Sizning ashu qimmatli hissiyatni asli keltirib, pat arada o'z qizingiz bilan xo'shal-xuram jam bo'lishingizni umid qilaman. Chiroyli gaplaringizni qo'ying. Siz oxiri qizim Naokoni mendan tatib oldingiz. Undaqda men Naokoning o'rnida oldingiz turibdiman. Ha? Bu nima deganingiz? Agar Naokoga burunqidek illiq chiroy muomala qiladigan bo'lsangiz, talabingizni o'ylanib ko'rishim mumkin. Chaqchaq qilmasangiz-chi. Siz yana qanday o'yin o'ynamoqchi? Shimazaki, sizning burun Naokoga ishongandek, bundan keyin menga tamoman ishonishingizni umid qilaman. Siz bir alayda ish qilmoqchi o'xshamasiz. Qo'limdan keladigan ish bo'lsa, cho'qim qilaman. Turib. Bu to'g'riliq. Aniq bir nima deyish olayli. Bayqi gapingiz ikki balning taqdiriga berib taqiladi. Gapingiz deganim olmaydigansiz. Ondaq bo'lsa yaxshi. Yizimiko, to'xtang. Men qo'shilmayman. Naoko bu uyda tursa, hiliqi qonxo'r jallat har vaqt kelib jidal chiqaradi. Yizimiko, siz nima ishga boshqalarga istash qilishni bilmaydigansiz. Aka. Naokoning dadasi cho'ng dadamning matam rasmiga bostirib kirib, o'ktamlik qildi. Dal shu odam dadingizni o'ldirdi. Bu ishni tilg'anmoq deb necha qatim aytdim-ku. Toshisoki. Men qaytib ketdim. Yo'q, qaytib ketsangiz bo'lmaydi. Biroq, aka, Naoko ketayda bo'lsa, uni to'sib bilib nima qilasiz? Bo'lmaydi. Qaytib ketadigan bo'lsangiz-mo, dadam qaytib kelgach saqlashingiz kerak. Naoko, men qo'rqyapman. Dadamning yana kelib qilishidan ansirayapman. Tushundingmi, Naoko? Og'zingizni yumsangiz-chi. Toshisoki hocam, Naoko xonim, Yizmiko xonimning uyining yindik uyda yetib qopsa bo'larmi? Shundoq bo'lsin. To'xtang. Men qo'shilmayman. Yizmiko. Efendim. Yana nima jidal qilyapsizlar? Dada, men Naoko bilan qo'shni uyda yotmayman. Hargiz yotmayman. Nima ish bo'ldi? Men Naoko xonimni Yizmiko xonim bilan qo'shni uyda tursinmikin deb edim. Shundoq bo'lsa yaxshi emasmi? Yizmiko, Naoko bizga texnik mehmon-ku. Men qo'shilmayman. Iliq dikchek yana Naokoni apitiman deb kelib qolsa, qanday qilaman? Yizmiko, buningdan ansirmang. Yo'q, men hargiz qo'shilmayman. Yizmiko, mushinchilik bo'lsa bo'larmikin? Sizda estashlik deydigan narsa yo'qmi? Men qo'shilmayman. Bo'lmasa, munda qilaylik. Naoko xafa bo'lmasa, bugun axsham men bilan birga yotsa qandaq? Bo'larmi? Kechiring, shundoq bo'lsin. Uy sal kichikroq, bir kecha yetib turasiz. Kechiring. Xonim, tuzib qilma. Men yotgan ko'plarni kiray. Naoko. Bir mezgil bardoshlik bering. Yizmikoni deb bo'lsa-mu, shunday qiling. Hozirdan boshlab siz haqiqatan mening yonimda turgan bo'ldingiz.